Assalomu alaykum biz YouTube kuzatuvchilarimiz akalar. Bugungi obzorda bir 4 xil nabor ko'rsatamiz sizlarga. Full komplekt ko'rsatamiz akalar. Videoni o'tkazib olmanglar, boshdan oxirigacha ko'ringlar. Xudo xohlasa chiroyli, manfaatli video bo'ladi. Chiroyli. Endi bir boshdan naborlarni boshlaymiz akalar. Qayroq 4 xil pichoq bo'ladi akalar. Tig'lari klapandan umuman zanglab qolib qolmaydi. Dumlari oxirigacha o'tgan, soplar tekstirib, yorma bo'lib ishlangan akalar. Bu pichoqlar kesishini ko'ramiz akalar. Xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi. Bu kimga qadar versiyalarni oshxonalarga ishlatasizlarmi? Ismlarini yozib beramiz akalar, chiroyli qilib. Chopqisi bor, chef povlar chopqisidan. Xudo xohlasa bu ham qo'rg'onlarga, suvlarga, baliqlarni misol ishlatsanglar, chopsanglar bo'ladi. Kichkina bolta, 1 kilolik boltasi bo'ladi akalar. Aqchamgina bitta qo'lda ishlatsanglar bo'laveradi. Buni temirga urib ko'rsatamiz akalar. Boltaning holatini ko'ring. Umuman qaytmaydi, temirgan suv ekan. Endi akalar bu 1 kilolik. Bu 2,5 kiloga yaqin boltamiz bo'ladi. Buni ham bir qo'ldan ishlasanglar bo'ladi, ikki qo'lda ham qo'rg'onlar chop tekis bo'lgan akalar. Buni bu temir yuradi. Temirdan sinib ketdi akalar. Boltaning holatini ko'ring. Xudo xohlasa bunisi ham qaytmaydi akalar. Bu kichkina ixchamgina tapqir qo'shganmiz. Bu kattasi akalar. Bu 80 santimetrlik bo'ladi. Ikki qo'ldan ishlatsanglar bo'laveradi. Ham rezvali akalar. Ikkita inson bo'ladigan bo'lsa, bittasi suspet qilib bermasa, ikkinchi odam bo'shatib buni ishlatsanglar bo'laveradi. Keyin zaklovkasini ko'ring. Choyanni quyib, zaklovka qilingan ekan bularga. Xohlasanglar shiq qo'shib beramiz akalar. Endi shiqlar holatini ko'ringlar. 65 santimetr bo'ladi. Nerjavka ekan. Zanglamaydi, qorayib ketmaydi akalar. Cheklanmagan miqdorda qo'shib beramiz. 20 deslam, 10 ta deslam qo'shib beramiz. Toqpoqqa chiqadigan akalarga ham borganda bemalol shashta qilib o'tiraveradi akalar. Naborda olasizlar, so'mka variantiga olasizlar, chamadon variantiga qo'yib beramiz. Endi ikkinchi naborni ko'rsatamiz. Akalar, bunisi ikkinchi assortiment bo'ladi. Pichoqni bir ko'ring. Bu ham klapandan ishlangan, suqma bo'lib ishlangan. Yog'och variant akalar. Buni ham interaksiyasini sinab beramiz akalar. Xohlasa bu ham uyaltirib qo'ymaydi. Ishlanishi zo'r. Uyga ro'zg'or olsanglar ham, oshxonada ham yengil pichoq akalar, uyaltirib qo'ymaydi. Xohlasanglar bundan oldin aytilmadi. Kichkina bolta variantda qo'shib chiqarib beramiz. Xohlasanglar katta bolta variantda qo'shib chiqarib beramiz. Farqi bizda bor santimetr qo'shganmiz. Qaysi birini qo'shish kerak bo'lsa, aytsanglar, mana shu raqamdan murojaat qilsanglar Telegramdan. Misol katta bolta bilan chiqaramiz, katta bolta bilan, kichkina bolta bilan chiqarib beramiz akalar. Bundan oldingi nabor narxlarini nimaga aytilmadi? Sababi o'sha. Kimgadir misol, o'sha komplekt yoqib qo'ygan, o'sha komplekt gaplashamiz. Bu kimga kichkina bolta yoki katta bolta yoqib qo'ygan bo'lsa, shunaqa gaplashamiz. Mana shu raqamlarga bemalol bog'lanasizlar akalar. Bu ikkinchi naborni bir qator ko'rsatib qo'yapti operator. Akalar, bu uchinchi naborimiz bo'ladi. Buni holatini ko'ring, pichoqlarini. Обоим почемник ishlangan akalar. Soplari tabiiy bo'g'ishoqdan bo'lgan. Nurantlariga chiroyli zabitkalar qo'yilib, naqshlar tushirilgan. Pichoqlarga ham chiroyli chizib berganmiz akalar. Podarka bersalar ham orqa tomoniga chiroyli ismlarni yozib beramiz buni. Buni reaksiyasini ko'ringlar. Bu narsaga shunga tiralib olsa bo'ldi akalar. Kesishi uyaltirmaydi. Chopqilarni ham ko'ring, bir xil ishlangan akalar. To'g'ri bo'g'ishoqda ishlangan bu naborimiz. Akalar, bu uchinchi naborimiz bo'ladi. Bu ham klapandan ishlangan akalar. Soplari tekstilatiya, evanit, keyin akalar xatun qo'yilgan. Nabor qilib berilgan akalar. Gulmatlariga, orqa ko'tlarga babitkalar qo'yilgan. Bularning ham 4 xil pichoq bo'ladi. Bitta chopqisi. Pichoqlarning akalar razmeri 26 santimetr bo'ladi. Tig'ini o'zi 20 santimetr, 16 santimetr, 14 santimetr bo'ladi akalar. Standartlar bor. Endi sizlarga misol kimgadir 30 santimetr kerak bo'lsa, shunaqa bilan chiqarib beramiz. Bular kesishdan ko'ring. Xohlasa bular ham uyaltirib qo'ymaydi. Bu kimga misol podarka versiyalar, yana ismlarni yozib beramiz.
chetga olib chiqib ketmoqchi bo'lgan insonlarga dokument ham qilib beramiz aka. Akalar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Chet davlatlarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda chiroy holatda yetkazib beramiz akalar. Bundan bularni chamadonga ham terib beramiz, so'mka holatda ham chiqarib beramiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston hamma yoqqa deysizlar, bu joyga chiqarib beramiz. Dokumentlar chista bo'ladi akalar. Olib ketadigan odamlar, kelib ko'raman degan odamlarga asarchiligimiz ko'p bo'ladi akalar. Bemalol qaytib chiqaverasizlar.